Assalomu alaykum aka-ukalar, opalar, singillar. Qirg'izistondan ikki do'st kasbdoshimiz kelgan, mehmon bo'lib bizning oldimizga ikkita mol tushirganman. O'zimni tog'amdan baraka qilganman 110 mingdan 10 kilo yog'iga. Sizlarda 4 bo'lak so'ylar ekan-a? 4 bo'lak. Bahs ketyapti. Bu necha kilo keladi? Birinchisi, ikkinchisi necha kilo keladi? Sizlar ham o'zingizlarning fikringizni necha kilo kelishini yozib turinglar, balki sizga ham to'g'ri chiqishi mumkin. Prosta qiziqish uchun. Bahrom 4 bo'lak emas, bizda 7 bo'lak so'yiladi. O'shanga qara, mana shu chap tarafdagi molimiz necha kilo keladi? Hem avvalo Xudoyim, prosta o'zim tog'im aytib berishim mumkin aka. 10 kilo olib qo'yiladi Bahrom. 7 bo'lak so'yiladi bizda. 257 kilo. Bunisichi Bahrom? 242 kilo. Men endi o'zimni kiloyimni qo'yaman. Xudo xolasa bu molimiz 260 ta keladi. Bu molimiz 65 ta keladi. 260, 265. 10 kilo yog'dan 7 bo'lakga so'yiladi. Kuzatib boringlar. Oxirida veslarni ham qo'yamiz. O'ylab turib qo'yasiz aka. Mol bilan molni tenglashtirib bo'lmaydi. Necha kilo kelsa ham prosta Ha, o'yin. sport emas, bu hech qanaqa. So'yinglar bolalar. Bo'ra yoqlarini polni sidirib bo'lgandan keyin qo'yiladi 10 kiloda. 257 kilo degan Bahrom Qirg'izistondan ikki do'st. Men 260 ta deganman. 257. Men o'zi 257 chiqdimi? Yoqsizga hisoblab qo'yibman lekin. Qo'y. O shunda 10 kilo bo'lsa, 67 aka. 67 da 10 kilo bo'lsa, 257 go'shi 10 kilo bilan 267. Go'shini to'g'ri topibdi yoqsizga. Toshni uribman, ammo 57 yoqsizga. Gap yo'q, lekin uchinchasiga emas 57 ni. Yoqsa olasizlar sizlar yoqdan. Endi ikkinchisini qo'yamiz hozir. 48. 48 kerak. Xullas kim yutdi endi? 54. Yoqsizga lekin uribdilar. Yoqsizga urib qo'yibman, ammo aka erkakcha mana. Ikkovim 00 chiqib berdimi? Yoqsizga 00 chiqib berdi, xudo xolasa. Adashmadi. Yaxshi tosh qo'yar ekanlar. Yog'i bilan 54 kilo. Yengil baraka bo'ldi. Rozimisan jiyan? Ha. Tog'am o'g'li. Bag'ildek jigarim. Bo'ldi aka. Go'shtdo'konga boramizmi endi? Kanishni. Lekin toshni yoqsizga urib qo'ydilar. Iroq tug'anlar. Boqab tuyat qilmadim erkakcha. Aytganim kilaga 00 urib berdim. Bag'imdan nima bo'lgan yo'q bag'im. Kelishib olib ham bag'imdan yo'q. Turam aka? Ha? Xudo xolasa. 257 kilo cho'ngni aytdimlar. 242 kilo ikkinchisini aytdimlar. Biroq 10 kilo moyni bu yoqqa aytdilar, men moyni septavela urdimlar, biroq chinig'i 00 chiqdi. Gap yo'q, lekin yaxshi tosh qo'yadi. Bizada silo.